Siz buni bitta ko'ring. Zipler brendiga tegishli 2 etajli, tagida 10 kilo kirni 100% yuva olasiz, tepasida 10 kilo kirni 100% qurita olasiz. Полностью sensorning upravleniya bo'ladi. BLDC inverter motor bilan jihozlangan. Inverter motor bo'lgani hisobiga kafolat muddati 10 yil bo'ladi va 3 yil bepul servisning kafolatiga ega. Bu kir mashinani telefonga ulab turib, telefondan ham boshqarsangiz bo'ladi. Sensor panel orqali funksiyalarni oson tanlay olasiz va oson boshqara olasiz. Kir yuvishini alohida funksiyada bera olasiz va kir quritishini alohida funksiyada bera olasiz. Rangiga, dizayniga alohida baho beringlar. Bu kir mashinaga gilam, parashyut bemalol solib ishlata olasiz. Qisqasi kir mashinada nimaiki bo'lish kerak bo'lsa, hammasi shu kir mashinada mavjud. Bu kir mashina 2025-yil model bo'lib, Xitoyda ishlab chiqarilgan. Voy buni narxi juda ham asal-ku, $990. Tasavvur qilsanglar. Dastlabki xizmati O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul esingizda qolsin. 10 kilo kirni quritadi, 10 kilo kirni yuvolaydi. Narxi $990 Meriyanning narxi. Kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerga telefon qilib, bemalol zakaz qilsanglar bo'ladi. Aytib qo'ying, dastlabki xizmati O'zbekiston bo'yicha mutlaqo bepul.